Salom hammaga, sizlar bilan dahshat olamga nali. Bugun sizga yana bir dahshatli voqea kutmoqda. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Bu voqea Namangan viloyatining olis qishloqlaridan birida sodir bo'lgan. Barcha qishloq aholisi bir sirni yashirib yurishardi. Ularning tilidan bir gap chiqmas, lekin hamma nimadandir qo'rqardi. Bir kuni shahardan kelgan yigit Sardor ushbu qishloqda tunab qolishga majbur bo'ldi. U yerli odamlarning g'alati va xavotirli nigohlarini sezib turardi, lekin ahamiyat bermadi. Kechasi mahalliy mehmonxonaga joylashdi va atrofni o'rganish uchun tashqariga chiqdi. Lekin u bilmagan bir narsa bor edi. Bu qishloqda soat 12 dan keyin tashqariga chiqish mumkin emasdi. Sardor sokin tunda ko'chani kezib yurar ekan, yo'lda bir ayolni ko'rib qoldi. U uzoqdan ko'rinardi, qop-qora kiyimda, yuzi pardali edi. Sardor asta-sekin unga yaqinlashdi. "Opajon, kechasi bu yerda nima qilib yuribsiz?" deya so'radi u. Ayol hech nima demadi. Faqat shunchaki turgan joyda qimirlamay turardi. Sardor yana gapirmoqchi bo'ldi, lekin birdan ayolning boshi asta-sekin yon tomonga egila boshladi. 180 gradusgacha. Sardorning yuragi qattiq urib ketdi. U orqaga tisardi, lekin eng dahshatlisi hali oldinda edi. Ayol sekin pardasini oldi. Uning ko'zlari butunlay qop-qora edi. Hech qanday ko'z ichi hech qanday oq qismi yo'q, faqat qora tubsiz bo'shliq. Sardor hayqirib orqaga tisarildi, lekin ayolning bo'yni g'ijir-g'ijir ovoz bilan yana burildi. Endi u ko'zsiz yuz bilan Sardorga tikilgan edi. Sardor dod solib qochib ketdi. Lekin ancha yugursa ham yo'llar har doim o'sha ayol oldiga olib borardi. Uning boshi aylandi. Qayoqqa qaramasin faqat qorong'ulik va nihoyat u yiqildi. Ko'z oldi qorong'ulashdi. Ertasi kuni qishloq aholisi jarlik yonidan topishdi. U hushsiz yotardi. Ko'zlari shishgan, yuzida qo'rquv ifodasi aks etgan. Lekin eng qo'rqinchlisi uning ko'z ichi ham qop-qora bo'lib qolgan edi. U hali ham shu yerda.